Ya assalomu alaykum, omonmisiz, bormisiz? Siz chet el mazza qilib sayohat olayotgan bo'lishingiz mumkin, lekin siz madaniy oziqa olishingiz uchun teatrlarga kelishingiz kerak. Bizning O'zbekistonimizda teatrlar zo'r. Eng zo'rlardan biri bu Muqimiy teatri. Mazza qilib musiqali spektakllar tomosha qilasiz, orasida komediyalar bor. Bu yerning aktyorlariga umuman gap yo'q. Assalomu alaykum. Mana Umida opam, mana Vazira opam. Siz ayting, men noto'g'ri aytayotgan bo'lsam ayting. Sizlar ham Muqimiy teatrga keldinglar-ku mana. Yaxshi ko'rasizlar. Mazza qilib odamlarni ham chorlash kerak teatrga. 87-yildan 91-yilgacha men har kuni Muqimiy teatrining spektaklarini kelib tomosha qildim. Ana ko'rdingizmi? Keyin Hamza teatriga chiqdim. Sababi institutda o'qib, yaqin edi-ku, teatralniy institut. Kelib tomosha qilib ketardim. Ana o'sha uchun ham ko'rinishlari yosh. Bular har doim teatrga tushib yurgan. Qadrdonlar. Men aslida ijodiy faoliyatimni Muqimiy teatrdan boshlaganman. Men uchun juda ham qadrli joylar. Bugun mana necha yil deganda keldik, ajoyib sabablar bilan keldik. Ertaga qolsa bu yerda kichkinagina spektaklcha bo'ladi. Hozir kelib shunaqa faxriddinlarim ochildi, azizlar. O'sha spektakllarni sog'inganmiz, jonli ovozlarni sog'inganmiz. Albatta kelinglar, shunaqangi zo'r spektakllari bor bular. Qadrdonlar, jonli tomosha, joningiz kiradi. Muqimiy teatri.